Bu gaplarda boshidan o'tgan erkak kishi tushunadi. Qo'lingiz kalta bo'lib, sal ishlaringiz yurishmay qolsa, tanish bilish, oshna og'ayningiz ham sizdan yuz o'girib qo'yar ekan. Bir joyga tilini uchida chaqiradigan bo'lib qolar ekan. Bormasangiz ham rozida, chunki sizdan foyda yo'q. Foydingiz tegmaydi. Qo'lingiz kaltami, ishingiz yurishmayaptimi hozir? Omad sizdan yuz o'girdimi hozir? Sinovdamisiz? Ko'p gapirmang. Gapingizga quloq solishmaydi. Sizni gapingiz gap bo'lmay qoladi, bir tenga ilishmay qo'yadi. Erkak kishini ko'chada yurish-turishi shu cho'ntagidagi puliga bog'liq bo'lib qolar ekanda. Erkak kishini hech qachon Alloh yo'qchilik bilan sinamasin. Pulingiz bo'lsin, obro'yingiz bo'ladi. Davrani to'g'ri sizniki. So'z navbati birinchi bo'lib sizga beriladi. Gapingizni eshitib o'tirishadi. Chunki sizdan foyda bo'ladi-da. Foydingiz tegmay qolgan kuni keraksiz insonga aylanib qolasiz.